Bu pechkamiz o'tinda, ko'mirda, gazda, xullas har qanaqa materialda ishlar ekan. Bu o'rtasida choy qaynatib ovqat pishirsangiz ham bo'lar ekan. Axlatlarni esa bu yerdan to'kib, bu yerdan bemalol olsangiz ham bo'lar ekan. Xo'p, bu pechkamizda o'tindan tashqari ham nimalarda yoqsa ko'mir yaxsa bo'ladi. Mana bu yerdan gaz ulagan qulayliklari bor mana. Chap tomondan ham bor. Chiroq. Mana. Choyimiz qaynayapti, xudo xolasa mana. Toshyapti уже. Oba! Yaxshi. Ustaga bunga qanaqa kafolat bor o'zi? O'zbekiston bo'ylab ustanobga qilib o'rnatib beramiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz yana bir metin pechlarni xarid qilgan mijozimizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Ichkarida ustalar metin pechlarni o'rnatishmoqda. Bugungi videoda sizlar bilan metin pechlar uyingizga to'g'ri keladimi? O'rnatishda, uni yoqishda nimalarga ahamiyat berish kerak kabi batafsil ma'lumotlarni ustani o'zidan so'rab olamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani unda biz ketdik. Bu xonadonimizga mana shunday modeldagi metin pechlarimizdan ikkitasi o'rnatilgan. Hozirda bunisi tayyor. Narigi xonada esa, narigi uyda endi tayyorlash jarayonida. Xo'p, bugun 20 yillik tajribaga ega usta akamiz Ismoil akamiz bilan batafsil buni yoqish, o'rnatish haqida to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum Ismoil aka. Assalom, yaxshi. Rahmat. Xo'p, bu pech modeli qanaqa? Qanaqa uylarga o'rnatiladi? Razmerlari qanaqa? Shu bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. 4 metrga 5 metrlik, 6 metrlik uylarga ketaveradi. Bemalol, ya'ni ikkita xonani bemalol isitaveradi. Pechkamizni bo'yi 1.6 sm, eni 44-51 sm-ga 44 sm. Xo'p, bu pechkamizda o'tindan tashqari ham nimalarda yoqsa ko'mir yaxsa bo'ladi. Ko'mirlar bilan bir paqir ko'mir solib qo'ysangiz, so'garlarga yoqib qo'yaverasiz. Gaz sutga xudo xohlasa ishlayveradi. Mana bu yerdan gaz ulagan qulayliklari bor mana. Bu yerdan ham bor, chap o'ng tomondan, chap tomondan ham bor. Yo'q tomondan foydalansa bo'ladi. Shunda hozir ko'rishim bo'yicha bu pechka devorda o'rtasiga o'rnatilgan, ikkita uyni bemalol isitadimi? Bemalol isitadi. Bundan katta uylarda ham isitadi, xudo xohlasa. Endi misol hozirda oddiy pechkalarda juda ham eng qiyin tomoni uni kulini chiqarish. Alohida narsa olib solish kerak. Bunda qanaqa yechim qilingan, usta aka? Bunda qulayligi shu mana, mana otash kuragi bor. Olib mana bu hozir mayt isib ketgan, hozir maytdan ochaman, mana ochib. Bismillah. Tozalagan joylari bu mana. Qulayligi shu mana. Ochib qo'ysangiz ham mana tortyapti. Ota o'zini otash kuragi mana qarab, ichiga kulxonaga tushib ketaveradi bu. Shunda tutunlari umuman chiqmaydi. Mana ochiq turibdi mo'risi mana. Bunda tutun chiqmayapti mana hozir. Bu holat bo'lmaydi, xudo xolasa bu pechkalarimizda. To'g'ri tushib mana shuga kulxonaga tushadi mana. Keyin yana bitta qulayligi otash kuramiz mana joylari bor, o'zingiz. Maxsus joylar ilib beramiz. Mana bu narsalar mo'rlarni ham tozalash qulaylik. Mana turbamiz ikkiga ajrab chiqadi. Nijevekadan bo'lgan 0.6 qalinlikda tashqariga olib chiqib, qoqib olib kirib qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Mana choylarimiz qaynayapti duxovkada. Xudo xolasa. Mana. Bemalol choy qaynadi, 3 minut bo'ldi mana bo'lsa. Mana ko'rishinglar mumkin mana. Qopqog'ini ochaman. Tifalni singari qaynatib beradi, xudo xolasa. Chiroq. Mana. Choyimiz qaynayapti, xudo xolasa mana. Toshyapti уже. Bu yerda ovqat pishirsa ham bo'lsa kerak. Albatta, ovqat falgada ovqat pishaveradi. Oba! Yaxshi. 3 minutda qaynatdi, xudo xolasa. Endi ustaga bunga qanaqa kafolat bor o'zi? Kafolatimiz xudo xolasa mana 20 yildan beri ishlab kelyapmiz. 2 yil zavod tomonidan kafolat beriladi. Kraskasiga, eshiklariga, osha-moshalariga. Bir holat bo'lsa, xonamiz tomonidan bolalar kelib ta'minlab beradi, yangi qo'yib beradi. Xudo xolasa. 10 yildan beri mana qo'yib yuribmiz, Xudoga shukr. Hammasi zo'r xizmat qilyapti mana. Güzel.
Mo'llari mana ma'dan ketadi. Pramboy ketmaydi bular. 50 gradusda ketadi. Tozalaygan joylari o'zida bor. Mana bu turbamizni ikkiga ajrab chiqadi. Shuni qo'l tiqib, mana shu yerdan bemalol musulini olib olsa bo'ladi. Bitta qora salafanni qo'yib, musulni tushirib olsa bo'laveradi. Zo'r. Chang to'zon bo'lmaydi. Shunda mana bu yonboshlarni ham o'zingizlar chiroyli qilib o'rnatib o'rnatib o'rnatamiz. Mana yangiligimiz shu. İçlariga aneklar qo'yapmiz, issiqqa chidamli. Xudo xolasa, chang to'zonni ham bitta artib bo'lsa, gelda yuvsa bo'laveradi g'ishtlarimizni. G'ishtlarimiz 1000 gradusda pishgan, issiqqa chidamli. Bemalol yuvib ishlatsa bo'laveradi. Buni orqa tomoni ham bor ekan-a, naryoqda ikkita uyga nima qilgan? Bu o'txona tomoni, orqa tomoni ikkinchi yotoqxonamiz 3x4. Bemalol mana bitta duxovkamiz qizdirib tashlaydi bemalol. Xotirjam yotsa bo'laveradi. Hozir qizib ketgan pechkamizni yoqqanmiz. Mana eshiklari, duxovkani. Bellardan bemalol falgada ovqatlar issiq turaveradi, pishaveradi ham, xudo xolisa. Hozir men deyarli 2 metr uzunligida turibman, issig'i shunaqa bemalol. Juda ham effektivni ishlar ekan. 2 metr rastanada bemalol o'tiraverasiz, joningiz yoqadigan issiq bo'ladi. Metin peshlarda bemalol butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib O'zbekiston bo'ylab olib borib, ustanobga qilib o'rnatib beramiz. Mana bellarga ugonliklar qo'yganmiz, mana taglarda listlar bor. Artganda pokizda turaveradi bunlar. Agarda siz ham uyingizga mana shunday metin peshlarni poligon panellik modellardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, uyingizga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Pech bo'yicha foydali videolar uchun sahifamizga obuna bo'ling.